Bu maxraj va sifatlar videodarslar to'plamining 12-qismi. Ushbu darsda sin, sod va zay harflarini ko'rib chiqamiz. Ko'plab o'rganuvchilar bu harflarni nisbatan oson tovushlar deb hisoblashadi. Chunki ular dunyo bo'ylab ko'plab tillarda uchraydigan tovushlarga o'xshaydi. Bu 3 harf arab tilida hurufus sofir deb ataladi. Bu xushtakli tovushlar degan ma'noni anglatadi. Chunki ularni hosil qilish uchun kerak bo'ladigan uslub hushtakka o'xshaydi. Bu uchala tovushda ham biz til uchidan foydalanamiz. Keling, endi sin harfini o'rganishdan boshlaymiz va to'g'ri uslub qanday ko'rinishda bo'lishini ko'ramiz. Sin harfini hosil qilish uchun til uchi pastki old tishlarga tegadi. Til aynan qaysi joyga tegish kerakligini tushunish uchun keling, ushbu rasmga qaraymiz. Bu pastki old tishlarning ichki tomondan ko'rinishi. Tilingiz pastki o'rta qismda bo'lishi kerak. Umuman olganda, u pastki old tishlarning orqasida joylashishi kerak. Demak, tilingiz mana shu joyga tegishi kerak ekan. Tilning bunday joylashuvi kichik bir ochilishni hosil qiladi va bu ochilish havoning til ustidan o'tib, old tishlar orasidan chiqishiga imkon beradi. Havoning ushbu tor joydan o'tishi esa hushtak tovushini hosil qiladi. Nomidan ko'rinib turganidek, hushtak chiqarish uchun tovush hosil bo'layotganda havoning chiqishiga imkon beradigan to'g'ri nuqtani topish talab qilinadi. Bu nuqta juda tor ham, juda keng ham bo'lmasligi kerak. Aks holda hushtak hosil bo'lmaydi yoki tiniq chiqmaydi. Yana bir e'tibor berilishi kerak bo'lgan muhim jihat bu tilning o'rta va orqa qismi. E'tibor bering. O'rta qism ko'tarilgan, tilning orqa qismi esa pastga tushgan. Aynan shu holatda sinning ingichka tovushi hosil bo'ladi. Masalan, S S S S Su Si kabi. Endi keyingi harf zay haqida. Bu harf har jihatdan sin bilan mutlaqo bir xil. Ya'ni maxraj bir xil. Til uchi pastki old tishlarning orqa tomoniga tegadi va tilning shakli ham aynan sindagidek bo'ladi. Ammo yagona farq shundaki, zay jarangli tovush. Ya'ni bu tovushni hosil qilayotganda ovoz paychalari tebranadi. Demak, sin jarangsiz tovush bo'lib, uni talaffuz qilayotganda ovoz paychalari tebranmaydi. Lekin zayda ular tebranadi. Biz jarangli va jarangsiz tovushlar o'rtasidagi farqni oldingi darsda batafsil tushuntirganmiz. Shuning uchun agar bu masalada qo'shimcha tushuntirish kerak bo'lsa, o'sha darsni ko'rib chiqishni tavsiya qilamiz. Demak, zayni shunday talaffuz qilamiz. Ez 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 Tezekka Aziz Kabi. Demak, bu ikki harfga kichik bir xulosa qiladigan bo'lsak, sin va zay aslida bir-biriga juda o'xshash harf. Farq shundaki, sin jarangsiz, zay esa jarangli. Endi oxirgi harf sodga o'tsak. Sod ham sin bilan bir xil joydan chiqadi. Faqatgina sod sinning yo'g'on ko'rinishi. Boshqacha aytganda, agar siz sinni yo'g'on talaffuz qilsangiz, sod hosil bo'ladi. Demak, til uchi pastki old tishlarning orqasiga tegadi. Ammo bu safar tilning qolgan qismi shakli boshqacha bo'ladi. Ya'ni o'rta qismi pastga tushadi, tilning orqa qismi esa ko'tariladi. Tilning ko'rinishi chuqurchaga o'xshash shaklga kirib, yo'g'on sod harfini hosil qiladi. Bu esa sodni to'g'ri chiqarish asosan tilning orqa qismiga bog'liqligini bildiradi. Agar tilning orqa qismi yetarlicha ko'tarilmasa, siz sodni sin qilib talaffuz qilib qo'yasiz. As 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 Sabaru
صياصيهم kabi. Shunday qilib, ishonch bilan aytishimiz mumkinki, sin, sod va zay aslida juda o'xshash harflar. Faqat ular orasida kichik farq mavjud. Uchalasida ham til uchi pastki old tishlarning orqa tomoniga tegadi va havoning til ustidan o'tib, old tishlar orasidan chiqishi uchun bo'shliq qoldiriladi. Demak, sin jarangsiz, zay esa jarangli. Sin ingichka, sod esa yo'g'on ekan. Bu harflarni talaffuzi osonroq tuyulishi mumkin bo'lsa-da, ular bilan bog'liq ba'zi umumiy xatolar mavjud. Birinchi keng tarqalgan xato bu sod yoki zayni talaffuz qilishda lablarni harakatga keltirishdir. Ayrim o'rganuvchilar bu tovushlarni aniqroq va osonroq chiqarish maqsadida lablarni oldinga chiqarishadi yoki pastki labdan foydalanishadi. Bu esa quyidagicha tovushni hosil qiladi. صبروا صبروا عزيز kabi. Lekin bu aslida xato bo'lib, tovushni o'zgartirib yuboradi. Shuning uchun bunday qilmaslik kerak. To'g'ri talaffuz esa quyidagicha bo'lishi kerak. صبروا عزيز Demak, lablarda umuman harakat bo'lmasligi kerak. Ikkinchi xato esa bu hushtak tovushini kuchsiz chiqarish. Bu til noto'g'ri joylashganda yuz beradi. Til juda qattiq bosilganda yoki pastki old tishlarga yetarlicha yaqin bo'lmaganda hosil bo'ladi. Natijada esa hushtak tovushi yetarli darajada chiqmaydi. Mana bunday. أس أص أز الصلاة الزكاة المسجد Bu yerda chiqarish usuli to'g'ri emas, chunki hushtak tovushi yetarli darajada chiqmadi. To'g'ri uslub esa quyidagicha bo'lishi kerak. المسجد الزكاة الصلاة kabi. Uchinchi xato bu sin yo'g'on harflar orasida kelganda kuzatiladi. Bunda e'tiborsizlik tufayli u sod kabi talaffuz qilib qo'yilishi mumkin. Mana bunday. تقسطوا Bu yerda sin, qof va to harflari orasida sodga o'xshab ketgan. To'g'ri talaffuz esa quyidagicha bo'lishi kerak. تقسطوا Xuddi shu holat sodga ham tegishli. Agar u kasrali bo'lib, ingichka harflar orasida kelsa, sin kabi ingichka talaffuz qilib qo'yilishi mumkin. Mana bunday. نصيب نصيب Bu tilning orqa qismi yetarlicha ko'tarilmagani uchun singa o'xshash tovush chiqishiga sabab bo'ladi. To'g'ri talaffuz esa quyidagicha bo'lishi kerak. نصيب نصيب Shuning uchun bu 3 harfni birgalikda mashq qilish juda ham zarur. Bu ular orasidagi farqlarni tushunish, ularni noto'g'ri talaffuz qilish yoki bir-biri bilan aralashtirib yuborishdan saqlanish uchun juda ham foydali. Umid qilamizki, bugun yana bir yangi narsa o'rgandingiz. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha